Rossiya armiyasi Ukraina sharqida yangi hududni egallaganini da'vo qilmoqda. NAT: Tramp Yevropaga Rossiyaga qarshi sanksiyalar bo'yicha bajarib bo'lmas shartlarni qo'ydi. Trampning yangi pozitsiyasi: Isroilga ogohlantirish, Qatarga iliq muomala. Isroil Misr hududida ham Hamas yetakchilarini o'ldirishga uringani fosh bo'ldi. 2026-yildan Qirg'iziston O'zbekistonga suvni sotmoqchi. Meni yo'q qilishga urinishlar ko'p bo'ldi. Tashrif. Tramp Vashingtonda favqulodda holat e'lon qilmoqchi. Rossiya armiyasi Ukraina sharqida yangi hududni egallaganini da'vo qilmoqda. Rossiya armiyasi Ukraina sharqidagi Novo-Nikolayevka qishlog'ini nazoratga olganini da'vo qildi. Bu haqda Rossiya Mudofaa vazirligi 13-sentyabr kuni rasmiy bayonot berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu hudud Vostok guruhiga qarashli bo'linmalarning faol hujum harakatlari natijasida qo'lga kiritilgan. Rossiya harbiylari 157 ta hududda Ukraina qurolli kuchlari va xorijlik yollanma jangchilar joylashgan nuqtalar, uzoq masofali dronlar omborlari, boshqaruv markazlari va uchirish joylariga aviazarba berganini ham bildirgan. Shuningdek, HIMARS raketa tizimining 3 ta raketasi va 340 dona dron urib tushirilgani aytilmoqda. Ukraina tomoni hozircha bu bayonotga munosabat bildirmagan. Odatda Kiyev Rossiya rasmiylarining bunday da'volarini tasdiqlamaydi. NAT: Tramp Yevropaga Rossiyaga qarshi sanksiyalar bo'yicha bajarib bo'lmas shartlarni qo'ydi. AQSh prezidenti Donald Tramp Yevropa mamlakatlariga Rossiyaga qarshi sanksiyalar bo'yicha bajarib bo'lmaydigan shartlarni qo'ydi. Bu haqda New York Times gazetasi yozmoqda. Nashr Tramp Yevropa yetakchilari bilan telefon suhbatida ularni Rossiya neftini xarid qilishni kamaytirishga chaqirganini eslatdi. Bu shart muqarrar bajarilmaydi va Tramp uning maslahatchilari bilan buni biladi, deyilgan xabarda. Gazetaning qayd etishicha, Vengriya va Turkiya Trampning bu chaqirig'ini qo'llashi dargumon. Trampning yangi pozitsiyasi: Isroilga ogohlantirish, Qatarga iliq muomala. AQSh prezidenti Donald Tramp Isroil bosh vaziri Netanyahuni Qatarga nisbatan o'ta ehtiyotkor bo'lishga chaqirdi. Bu haqda 14-sentyabr kuni Nyu-Yorkdan Vashingtonga uchayotgan samolyot bortida jurnalistlarning savollariga javoban ma'lum qildi. Isroil va boshqalar ehtiyot bo'lishlari kerak. Biror joyga zarba berganda ehtiyot bo'lish kerak, dedi Oq uy rahbari. Qatarga yaqinda uyushtirgan hujum munosabati bilan Netanyahuga qanday xabarni yetkazmoqchi ekanligi haqidagi savolga Amerika yetakchisi Isroil Hamasga qarshi biror narsa qilishi kerakligini, ammo Qatar AQShning muhim ittifoqchisi ekanini ta'kidladi. Tramp shuningdek Qatar amiri Shayx Tamim bin Hamad Al-Soni bilan suhbati haqida gapirib, uni ajoyib inson deb atadi. Men unga jamoatchilik bilan aloqalarni yaxshilashlari kerakligini aytdim, chunki ular bu borada unchalik yaxshi emas. Odamlar ular haqida yomon gapirishadi, lekin bunday qilmaslik kerak, dedi amerikalik rahbar. Qatarni qo'llab-quvvatlayotganini ta'kidlagan Tramp Dohani Vashingtonning ajoyib ittifoqchisi deb atadi va Qo'shma Shtatlar bu davlat bilan juda ham yaxshi munosabatlarni saqlab qolish niyatida ekanligini aytdi. Biz Qatarni to'liq qo'llab